Ushbu o'quv markazida 500 ta o'quvchi ta'lim oladi va bu markaz haqidagi fikrlarni o'quvchilarning o'zidan bilib olamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonada talaygina o'quvchi o'qiydi va o'quvchilarning barchasi bu fanga juda ham qiziqishadi. Bu yerda qanchadan buyon o'z faoliyatingizni olib boryapsiz? Bu yerda 6 yildan beri dars beraman. Mendan ziyod o'quvchilarim oliy ta'limda tahsil olyapti. Bu o'quv markazida qancha o'quvchi o'qiydi? Hozirgi kunda 500 ga yaqin o'quvchi o'qiydi. O'z faoliyatingiz davomida qanday yutuqlarga erishgansiz? Har yili 90% o'rnidan ziyod o'quvchilarim o'qishga kirishadi. Menimcha eng katta yutuq deb o'ylayman. Bu o'quv markazida qachondan beri o'qiysiz? Bu o'quv markazida 2 oydan beri. Yoshingiz nechida? 14 ta. Ingliz tilini o'zingiz qiziqib o'rganyapsizmi? Bu o'quv markazida qaysi fanni o'rganyapsiz? Ingliz tili. Kelajakda qaysi kasbga Kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Ingliz tilini o'rganyapsiz va kelajakdagi maqsadlaringiz nima? Jahon tillari universitetiga o'sha asosida kirish va davlatga foyda tekkizish, yaxshi kasb egasi bo'lish. Bu o'quv markazini qanday jihatlari sizga yoqadi? Bu o'quv markazida o'sha mukammal ta'lim o'qitiladi. Barcha narsa mukammal. Bizni o'qishimizga juda katta e'tibor qaratadi barcha o'qituvchilar hamma fanlar bo'yicha. Qolgan jihatlari shunday. Demak, O'quvchilarni o'zlaridan ham, ko'zlaridan ham bu fanni juda ham yaxshi ko'rishini bilib oldik va suhbatlashganimizda shuni bildikki, kelajakda bu fanga aloqador anchagina maqsadlari bor ekan.